Assalomu alaykum. Eko qildirmoqchi edik. Qancha vaqt tayyorlanamiz ekoga? Eko o'zi 3 bosqichdan iborat bo'ladi va buni birinchi bosqichi bu tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Buning uchun siz er-xotin birgalikda qabulga kelasiz va kerakli analiz tekshiruvlardan o'tasiz. Agar tekshiruvlarda, analizlaringizda, gormonlaringizda hech qanaqa kamchiliklar chiqmasa, hayzning 2-3 kunidan eko protokol boshlanadi. Ya'ni sizda follikulalarni stimulyatsiyasi boshlanadi. Lekin kelganingizda gormonal o'zgarishlar bo'lsa, gemoglobininiz kam bo'lsa, ferritin miqdori kam bo'lsa, insulin baland bo'lsa yoki yana qanaqadir gormonlaringizda kamchiliklar aniqlansa, biz oldin tayyorlab organizmni keyin ekoga olamiz. Nima uchun? Chunki siz sifatli hujayra berishingiz uchun, ekoingiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tayyorgarlik bosqichi muhim hisoblanadi. Shuningdek, bu bosqichda agar organizmda kamchiliklar aniqlansa, masalan, ko'krakda kistalar aniqlansa, biz mutaxassis ko'rigiga yuboramiz va mutaxassis agar ekoga qarshi ko'rsatmalar yo'q deb yozib bersa, biz ekoni boshlaymiz.